Hammaga salom. Sizlar bilan men Muhammad Ali va bu Kapitan O'zbek kanalidir. Biz bugungi videomizda Thor haqida gaplashamiz. Video juda qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab joylashib oling. Video boshlandi. Marvel olamidagi Thor birinchi marta 2011-yilda o'zining birinchi shaxsiy filmida chiqish qilgan. Thor o'sha filmda ham ancha kuchli edi. U bemalol o'sha vaqtda xalqdan ham kuchli edi. O'sha filmning o'zida o'nlab muz devlarini mag'lub etdi. Bundan tashqari muz devlarini quroliga ham gapirishga duxi etdi. Keyin filmning oxirida Thor vayron qiluvchi bilan bemalol urushib, uni bemalol yenga oldi. Qasoskorlar bir filmidagi Thor. U ancha avvalgi filmdan kuchli va aqlli bo'lgan edi. Thor o'sha filmda Kapitan Amerika va Temir odam bilan urushib yenga oldi. Hattoki Lokini ham yenga oldi. Thor 2 filmidagi Thor qanchalik kuchli? O'sha filmda Malekith bilan urushadi va yenga oladi. Bu katta natija. Qasoskorlar 2 filmidagi Thor. U endi ma'bud emas, balki super qahramondir. Bu filmda Thor butun boshli shaharni yo'q qila oldi. Lekin bunga Temir odam ham yordam bergan bo'lsa ham, Thor baribir shu filmda juda kuchli edi va Ultron bilan ham urushib yengisiga sal qoldi. Endi Ragnarok filmidagi Thor qanchalik kuchli? O'sha filmda Thor opasi Hela bilan urushadi va Helaga munosib raqib bo'la oladi. Adashmasam Thor birinchi marta Odin Force kuchini shu filmda ko'rsatadi. Thor Helani yenga olmagan bo'lsa ham baribir Hela o'sha filmda Surturni o'ldiradi. Ya'ni Surtur Helani baribir yo'q qildi-da. Qasoskorlar 3 filmdagi Thor. O'sha filmda haqiqiy qahramon Thorni ko'ramiz. O'sha filmda afsuski Thorning yaqinlari qolmagan bo'lsa ham qasoskorlarga yordam berdi va aytgancha o'sha filmda Thor yulduz energiyasiga chiday oldi. Bu juda katta natija va Thanosga yengilgan bo'lsa ham cheksizlik toshining energiyasiga chida oldi. Thanosda 6 cheksizlik toshi bo'lsa ham Stormbreaker bilan Thor Thanosga zarba bera oldi. Bu katta natija. Qasoskorlar 4 filmdagi Thor. Bu filmda Thanosni Thor o'ldiradi. Keyinchalik Thor formasini yo'qotadi. Lekin baribir u kuchli edi. Filmning oxirgi qismida Temir odam Kapitan Amerika Thor o'tmishdan kelgan Thanosga qarshi urushadi. Filmning oxirida Temir odam o'z joni evaziga Thanosni o'ldiradi. Thor sevgi va momaqaldiroq filmdagi Thor o'z formasiga chiqqan. Bundan tashqari Gor bilan urushadi. Gor kamida nekro qilich bor edi. Gor nekro qilich bilan xohlagan ma'budini o'ldira olardi. Lekin Thor Lady Thor bilan birgalikda Gorni yenga oladi va Thorning qizi Sevgi paydo bo'ladi. Dekabr oyida chiqadigan Qasoskorlar 5 filmda Thor juda kuchli bo'lishi aniq. Chunki u kimsan Doktor Doomga qarshi chiqishi kerak. Hattoki teaser, treylerda ham Thor otasidan yolvorib yordam so'rayapti. Xullas kalom Thor uni yenga oladi. Videolarimiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr deb qolaman obunachilar. Shu videoga bitta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr obunachilar. Всем пока.